voq shunaqa tez o'tdiki, andijonlik muxlislar shunaqa qo'llab-quvvatlashdiki, qisqa fursatda biz ikkinchi finalni ham ochdik. Buning uchun sizlarga bitta rahmat deymiz. Do'stlar, kutib olinglar. Ummon guruhi uyalmaymiz, bugun mazza qilamiz. Birgalikda aytamiz. Shar bor o'sha yerda, shar bor. Shartimiz shunaqa. 3 ta g'olib bo'ladi. Koptoda eng ko'p janglar qilgan odam g'olib bo'ladi yoki birinchi 3 ta paqillatgan odam g'olib bo'ladi. Voy, mahalla futbol o'ynamaganmisizlar? Ana o'sha uchun ham biz jahon chempionatiga chiqishimiz qiyin bo'lib ketdi. Yo'l beraydi. Oldin do'stlar. Oldin Yo'q. Do'stlar yorib, kuyov tanlangan bo'lsa, shar yorib tanlamayapti hozir mana. Siz ham o'yinglar. Bu qanaqa shar? Ukajon shar. Shar. Chiqib ketdi shuncha havo. Mana qilamiz. Qana. Eshing, zo'r fikr keldi, eshinglar. Hozir Ummon guruhini qo'shig'ini zo'r biladigan 7 ta odamni tanlab olamiz. Eshinglar. Bitta odam bor birinchi o'ringa, bitta odamga sovg'a beramizki, Ummon bilan mana rasmga tushadi. Zo'r. Lekin O'zim aytaman. 7 ta odam, o'g'il bola, qiz bola farqi yo'q. Faqat eshtinglar. Kamida 50 ta qo'shig'ini bilish kerak, chunki bu yerda yutqizib qo'yasizlar. So'nggi payt kechalari qo'ng'iroq qilsa, Zarban, ko'nglim negadir g'ash, balki ko'nglim haq, balki nohaq. Olisiz eslatadi. Kerak bo'lsa murojaat qilasiz. Zoqtaga ishonasizmi? Hali siz yozib ulgurmagan qo'shiqlaringizni bilasiz. Hali ideya bo'lib yotgan qo'shiqlaringizni ham bilishar ekan. Lekin mana o'zi Shohrux aka, Zoqt aka kontent bordilar o'sha. Syomka boshlandi. Birgalikda yoshlikni, bolalikni esladik. Joninglar sog' bo'lsin. O'zbekistonning qay nuqtasida bo'lsa ham Sariq bola pitsa filiallari davom etsin, ochilishi. Qayerga borsak pitsadan yeb yuraylik. Joninglar sog' bo'lsin, kelganinglar uchun rahmat kattakon. Kayfiyatingiz zo'r bo'ldimi? Konsertimiz yoqdimi? Kelganinglar uchun kattakon rahmat. Joninglar hamisha sog' omon bo'lsin va konsertimizni zo'r o'tishiga, tartibli o'tishiga bizga yaqindan yordam bergan ichki ishlar xodimlariga, Milliy gvardiya xodimlariga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Sizlar bilan Xudo xolisa yangi filiallarimiz ochilishida yana ko'rishguncha deb qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Quvvat. Va albatta qimmatli vaqtlarni ayamasdan kelgan aziz tomoshabinlarimiz, sizlarga ham alohida rahmat aytib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.